Bugungi bugungi shu ko'rsatuvimiz bu tishga bog'liq. Tishlaringiz qanaqa ahvolda? Tishlaringiz og'riydimi yo bo'lmasa tishlaringiz to'kilib ketgan bo'lsa, tushib ketgan bo'lsa, ularni o'sha to'g'rilash iloji bormi yo bo'lmasa og'zingizda qanaqadir bo'shliq bormi? Bu narsaga e'tibor berish kerak. Nima uchun? Chunki tishlar bu juda ham katta bizani hayotimizda rol o'ynaydi. Biz o'ylaganimizdan ham biz endi o'ylaymizki biz ovqat yeymiz. Shuning uchun ovqatimiz hazm bo'lishi kerak, oshqozon sog'lom bo'lishi kerak, shuning uchun deymiz. Lekin aslini olganda, ezoterik tomondan olganda tishlar juda ham katta rol o'ynaydi. Bizani hayotimizda, bu bizani naslimizga bog'liq, bizani ajdodlarimizga ham bog'liq ekan. Juda ham katta programmalarni ham o'sha tishlar orqali demak bizga belgilab berilar ekan. Endi qanaqa masalan deyman, kichkina bola tug'ilgandan keyin unda o'sha birinchi tepadan ikkitasi chiqadi, undan keyin pastdan chiqadi, keyin sekin asta u yoqdan bu tarafdan u tarafdan sekin tishlar chiqa boshlaydi. Bu где-то 4-5 oydan keyin o'sha tishlar chiqa boshlaydi. 2 yoshgacha hamma tish chiqadi. Bu degani 2 yoshgacha u demak bola polностью himoyada, demak tepa tishlar bular hammasi ota tarafdan bu ajdodlardan kelayotgan kuch hisoblanadi. Pastki tishlar bu ona tarafdagi kuchlar hisoblanadi. Bola o'sha 2 yoshda уже polностью bizani shu ajdodlarimiz tomonidan himoyada, nasl tomonidan himoyada bo'lar ekan. Demak u bemalol o'sha ovqat yeyoladi, qornini to'ydira oladi, demak bu dunyoda bir yashab keta oladi. Tishlar shu vazifani bajaradi. Undan tashqari o'sha ota tarafdan, ona tarafdan kelayotgan ajdodlarni katta programmalar ham bo'ladi. Ana shu programmalarga ham tishlar juda ham katta javob berar ekan, juda ham katta roli katta ekan. Ana endi xo'p, tishlarni qanaqa kasallik bo'ladi? Birinchi navbatda mana stomatolog aytadiki, karies deydi. Karies endi mana prostonaroidda oddiy odamlar gapirganda xalq ichida tishini qurtyapti deydi, yoki u hech qanaqa qurt bo'lmaydi, bu karies deydi. Karies nima? Agar любой stomatologdan so'rasangiz, aytadiki, pustota deydi. Demak, o'sha yerda qanaqadir bo'shliq paydo bo'ladi. Keyin uni yaxshilab demak o'sha bor mashina bilan bor обработка qilib, keyin unga plomba qo'yadi. Keyin qanaqadir vaqt o'tgandan keyin plomba masalan tushib ketdi deydi, yo bo'lmasa yana kuchayibdi deydi. Shunaqasiga qilib sekin asta tish yemirila boshlaydi. Xo'p, bunga sabab nima? Bunga sabab men eslayman, shu bizning bitta qo'shnimiz bo'lardi. Uni kichkina bolasi, bir ikkita uchta kichkina bolasi bor edi. Katta qizi 7 yashar edi. O'shani men e'tibor berganman. Undan keyingisi bir 3 yashar edi, undan keyingisi chaqaloq edi. Shu 3 ta bolasi bor edi, lekin постоянно baqirardi. Men kechqurun kelganda ham baqirardi, kunduz kuni shu bolaga постоянно bu ayol, yosh ayol, lekin uni baqirishini men eshitib hayron qolardim. Chunki tepadagi etajlarga ham eshitilib yotardi. Shu balkondan baqiryapti, qayerdan baqiryapti, lekin shunaqangi chinqirib bolalarni urishganini eshitardim-da. Ana shu kichkina qizida, 7 yoshli qizda tishlar hammasi qorayib ketgan, hammasi karies edi. Keyin shu onasiga aytganda, men aytdim, tishlari bolangiz juda ham anaqa yomon ekan, buni stomatologga olib borganmisiz? Bu hammasi qorayib ketdi desam, hech narsa qilmaydi. Bular hammasi tushib ketadi-da, yaxshi tishlar chiqadi deydi. Endi qanaqa yaxshi tish chiqishi mumkin? Buni sababi men masalan o'zi как psixolog yetib bordim menga, что onasi постоянно baqiradi, постоянно baqir-chaqir, даже kelgandan keyin eriga ham baqirardi. Keyin ular ko'chib ketdi, lekin oxirini bilmadim, lekin shunda men bildimki, что nimaga 7 yoshli bolani tishi bunaqangi qorayib ketgan, bunaqangi yemirilib, yedirib ketgan. Sababi u постоянно переживание, постоянно ichganda masalan onasi urishursa, karies nimadan paydo bo'ladi? Bu pustota. Pustota demak qanaqadir odamning ichki energiyasi pusta ketyapti. Masalan bu shu 7 yoshli qizcha bu o'ynab kulib, quvonch bilan baxtli yashash kerak. Ularda unaqangi переживание, unaqangi xafa bo'lish, yo arazlash, yo bo'lmasa birovdan o'ch olish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Lekin bu qizda balki o'sha narsa bordir, chunki shunaqangi kirib ketgandan keyin mana shu tish yomonligi ko'pincha karies o'zining sababi ham qanaqadir odamning hayotida pusta narsalar ko'payib ketadi. Ana shu natijasida mana karies bu qanaqa bo'lishi mumkin pustoy narsalar? Bu masalan bizani mana ong ostida salbiy programmalar yozilgan bo'ladi, bu astral tanada. Bunda masalan bolani demak ota-ona mana xafa qildi. Mana birinchi shu uyda boshlanadi, yo bo'lmasa aka-ukalar xafa qildi. Xafa bo'lgandan keyin uni sababini oxirigacha bilishmadi. Nima uchun demak xafa bo'lyapti? Bilishmadi. Keyin ikkinchi marta ham yana uni xafa qilishdi. Okey, mana shu xafa bo'ladigan bo'lib qoladi. Buni bu bo'layotgan voqealarni masalan
qayerdadir menga unga o'yinchoq berishmadi yo bo'lmasa qayerdadir uni demak nakazat qilishdi, qayerdadir ugolga qo'yib qo'yishdida uni demak ayblashyapti. U o'zini so'zini o'tkazolmayapti, o'zini fikrini bildira olmayapti-da. Unda keyin ichkarida nima bo'ldi? Hech narsa deyolmaydi, lekin xafa bo'ladi. Xafa bo'ldi, xafa. Bu hammasi pusta, xafa bo'lishi. U birinchidan o'sha voqeani mana ota-ona tepada turib, aka-ukalar urushyaptimi yo bo'lmasa o'sha bolasiga nisbatan qanaqangi munosabat bo'lyapti, u bolani ichki dunyosida nimalar ketyapti, uni bir bilish kerak. Agar u bola o'zidan o'zi xafa bo'lib, o'zidan o'zi arazlaydigan bo'lsa, bular hammasi pusta, bular hammasi bekorga. U hech qanaqangi muammoni hal qilmayapti. O'zidan o'zi mana xafa bo'lyapti. Bu nima qiladi? Bu ichki energiyani yemiradi, lekin tishda nimani bildiradi? Pustada kirib keladi. Ana bu sekin asta uni tishi buzilishini olib keladi. Chunki somatika, psixosomatikasini oladigan bo'lsak, mana kariyesda bu pustata. Demak, xafa bo'lish bu pustata olib kirdi hayotga. Keyin mana bas paytda bo'ladi. Masalan, uni kimdadir bor, unda yo'q. Bu hasad paydo bo'ladi. Ana hasad paydo. Hasaddan bu baribir pusta. Bu demak hech qanaqa harakat qilmayapti. O'sha undagi yo'q narsani bor qilaman deb harakat ham yo'q, uni plani ham yo'q, unda hech qanaqangi demak yo'nalish ham yo'q. Ana bu ham pusta. Shunaqasiga qilib ana shu bizadagi pustoy mana energiyani yemirib ketadigan juda katta demak programmalar bo'ladi. Где-то hasad bor, где-то g'azab bor, где-то nafrat bor, hammasini ichiga yutdi. Bular hammasi pusta ketayotgandan keyin birinchi navbatda bu hali yosh qizda masalan hali nima deydi, organizmda unaqangi kasallik paydo bo'lgani yo'q, lekin ana shu tishda bildiradi. Tishda sekin asta mana o'sha maktabdan даже o'sha demak sut tishlari ham bular hammasi sekin asta kasallanadi. Ana bu borib nimaga olib keladi? Ana shu tish kariyesiga olib keladi. Demak, постоянно stomatologga boradi. Ana endi bundan tashqari yana qanaqangi tishlarda mana qanaqangi roli bor nima? Bu degani demak tepadagi tishlar bu ota tarafdan ajratiladi, demak qanaqadir programmasi bo'lsa, pastki tishlar bu ona tarafdan. Buni ezoteriklar yozgan. Endi qanaqa negativ programma bo'lishi mumkin? Bu masalan har bitta odamning o'zini karmический vazifasi bo'ladi. Demak, shu taqdirida bor ajdodlardan kelayotgan qanaqadir bitta katta oqimni olish kerak. Masalan, hamma kimlardir mana ajdodlari savdogar bo'lgan bo'lsa, o'sha katta demak pul oqimi, savdogarligi kimdir bajarish kerak bo'ladi. O'shani bajaradigan juda ham katta nima deydi, yo bo'lmasa ilm bilan shug'ullangan bo'lsa, juda ham katta ilm shu nima deydi programmalari bo'ladi. Agar o'sha narsani olish kerak, lekin bo'yniga olmasa, o'sha ajdodlardan kelayotgan juda katta masalan o'sha programmalarni agar borib bajarish kerak, lekin bajarish olmasa ham ana shu tishlar orqali demak o'sha pusta ketadi. Demak, bu hayotda mana pustoy ketyapti, noto'g'ri ish qilyapti. Hayotda juda ham katta bir arzigulik ish qilmayapti. Ana shunda ham tishlar sekin asta yemirilib, yedirilib, demak birinchi karies, undan keyin borib tushib ketishi bo'ladi. Bular hammasi demak tishda bildiradi. Mana o'sha 50 yoshga borgandan keyin ko'plarning og'zida hech qanaqa tishi yo'q. Lekin pusta bo'lgan masalan sizda qanaqa ta'sirot qoldirishi mumkin? Og'zida tishi yo'q odam birinchi navbatda aytasiz-ku, qanaqadir o'ziga qaramagan deysiz. Ikkinchi navbatda qanaqadir bu odam och qoladi-da, bu odamni qanaqa ovqat yeydi deysiz. O'sha masalan boylik yaratadigan mana ko'p mana coachlar ham aytadi, hammasi birinchi navbatda deydi, o'sha tishingizga qarang deydi, borib stomatologga boring, tishingizni to'ldiring, tishingizni to'g'rilating, chunki bu juda ham yomon ta'sirot qoldiradi deydi. Siz qanaqa klientlar bilan ishlaysiz deydi, demak o'zingizga qaramagan bo'lsangiz deydi. Lekin tagida shunaqangi juda ham katta mana shu pustata yotganini bildiradi. Endi bas paytda shunaqa bo'ladi. Endi mana shu tishlar bilan kim ishlaydi? Stomatologlar ishlaydi. Lekin mana agar vrachlarni oladigan bo'lsak, hamma vrachlarning ishi baribir toksik ish hisoblanadi. Ular juda ham negativ bilan ishlaydi. O'shaning uchun ham o'sha o'zini shu vrachlik kasbini tanlagan odamlar har doim demak qanaqadir yaxshilik qilmoqchi bo'lib, juda ham katta karmический vazifasini bajarish kerak bo'ladi. Ana bu keyinchalik borib bu o'sha negativ narsani o'ziga bo'yniga oladi. Endi mana stomatolog masalan onkologlar bu juda ham katta karmический katta negativ programmalar bilan ishlaydi. Xirurglar ular ham juda ham katta negativ programma bilan ishlaydi. Psixiatrlar почти juda ham katta, ya'ni bu yerda ongi past, ongsiz ravishda yashayotgan shunaqangi odamlar bilan o'sha psixikasi bilan ishlaydi. Narkologlar bu narkoman, alkogoliklar bilan ishlaydi. Bu juda ham toksik demak ta'sir qiladi. Toksik demak qanaqadir yomon butun kuchini oladi. Ayni stomatologlar
stomatolog birinchi o'rinda ular pustatamni ishlaydi. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. O'ylaydiki, stomatologga juda ham katta pul oladi deydi. No, ular olishi ham kerak, chunki ular juda katta negativ bilan ishlaydi. Ana endi pustatamni ishlagani masalan terapevtlar har doim o'sha pusta nima deydi, hayotida pusta bo'lyapti, hissiyotida pusta bo'lyapti, keyin ajdodlardan kelayotgan qanaqadir negativ programmalar kelyapti, yo bo'lmasa ajdodlardan kelayotgan o'sha vazifani bajarmayapti. Bular hammasi bu tish orqali pustata jarayoni bor, shunaqangi kuchlar bilan ishlaydi. Agar stomatolog shu narsani tushunmasdan mayli deydi, shu pulini oldi, ishlayapti, lekin faqat ish uy bilan yursa, ana ularda o'sha pustata kirib keladi. Qanaqadir puli to'planmaydi, qanaqadir hayotida to'plangan pul ham qanaqadir bir boshlanishiga ketib qolishi mumkin. Ko'pincha shu naqasini hayotining oxirida yo bo'lmasa o'sha qanchadir uzoq ishlagandan keyin u ko'pchilik stomatologdan o'sha pustata boshlanadi. Sababi pustata protsessi, pustata jarayonida ishlaydi. Nima qilish kerak? Любой soha ham baribir zarar bor. O'qituvchi aytadiki, men ishim asabiyman, charchayman deydi. Rostdan ham bu ham demak qanaqadir energiya yo'qotishga olib keladi. Vrach ham qanaqadir negativ programmalar bilan ishlaydi. Stomatolog demak nima qilish kerak? Birinchi o'rinda o'zini vitalik energiyasini to'ldirishni bilish kerak. Keyin o'zini demak o'sha karmический programmalarni bajarish kerak. Unda hobbilar bo'lish kerak. Unda juda ham ma'naviyat, juda ham duxovnisi yuqori bo'lish kerak. Chunki yuqoridan energiya olishni bilgandan keyingina u mana shu klient bilan ishlaganda klient просто o'zi kelmaydi. Klient juda ham katta целый armiya orqasida juda katta pustatani keltirib chiqaradigan kuchlar bilan keladi. Ana shu kuchlarga bardosh berish uchun birinchi o'rinda vrach o'zini ustida ishlash kerak. Vrach har doim rivojlanish kerak. O'ziga u Allohga shunaqangi bilim oqimlari, ijod oqimlarini hammasini kiritish kerak. O'zi jismonan ham demak sog'lom bo'lish kerak. Undan tashqari ma'naviyat tarafdan, ma'naviy demak ruhiga ozuqa berishni bilish kerak. Ana shundagina shunaqangi yomon katta kuchlar bilan demak salbiy kuchlar bilan bemalol ishlay oladi. Bo'lmasa, mana bir nechta men shu o'zi stomatologlar bilan ishlaganman. Menga kelganda men shuncha yil ishladim. Mana bitta ayol aytdiki, men borgan sari dedi, o'sha pullarim bekorga ketib qolib, o'zidan o'zi yo'q bo'lib dedi. Oldin bitta ishda ishladim, keyin ikkita, uchta ishda ishladim dedi. Pul kelardi, keyin umuman dedi yo'q bo'lib ketdi dedi. Meni ishdan bo'shatdi. Mana dedi, даже o'zim stomatolog bo'lsam, og'zimda bitta ham tishim qolmadi. Umuman pul muammosi bilan kelganda o'shanda bildim, aytayotgan, men terapevtman. Men umuman deydi, odamlar o'sha deydi, sal o'sha bor mashinani olishim bilan deydi, o'sha og'riqni sezganda deydi, o'sha yomon bo'lib qolaman. Balki o'sha natijasidaman deyapti. Yo'q, uni natijasida emas. Endi bu balki asabiyga tegan bo'lishi mumkin, lekin bu pustatamda ishlagan. Bu shunaqangi pustada jarayoni shunaqangi bir tez demak nima deydi, odamdan odamga shu yuqadi. Bu energetika hisoblanadi. Har kun ish shunaqa bo'lgandan keyin. Ikkinchi mana stomatologga ham bilaman, unda ham shunaqangi anaqalar bilan ishladi. Juda ham ko'p nima deydi, kasallar bilan ishlab terapevt bo'ldi, lekin unda shunaqa yo'qotishlar bo'ldi. Men hayron qolgandim. Bir paytlar shu kvartirasini sotib, endi kvartira unda arzon edi. Endi arzon bo'lganda ham где-то $1,5-2,000 kvartirani bemalol sotib, chunki o'shanda ishxonadan uy beraman dedi, bemalol besplatno uy berar ekan dedi. Hali uy bermasdan turib, onasiniki uyiga borib, bu uyni sotib, o'rniga nima oldi desa, kiyim olganman dedi. Kiyim olganman, chet elga bordim dedi, kiyimlar olib keldim dedi. Shu bilan keyin ishxonasidan uy berish ham to'xtadi. Uysiz qolgan dedi. O'shanda hayron qoldim, bu nimaga unaqa bo'lib ketdi deb. Keyin mana shunaqa bo'ladiki, bas paytda shunaqangi bilimi yo'q stomatologlar bo'ladi. Mana bir ayol aytdiki, men bordim dedi, men tishimni bitta просто plombasi tushgandi. Oldingi tishim, endi men dedi, o'qituvchiman, постоянно gapirishim kerak. Menga shuni chiroyli qilib qo'ying, постоянно plomba tushib ketyapti desa deydi. Keyin yo'q, давайте men sizga yaxshi metall keramik qo'yaman, chiroyli bo'lib turadi dedi. Men tushunganim yo'q, nima degani dedi. Keyin bordim dedi, u dedi, mana shu 7-8 ta sog'lom tishimni dedi, shunaqangi naqa qilib dedi, aralab dedi, oxiri dedi, o'sha metall keramikasini qo'ydi. Metall keramika dedi, og'ir narsa ekan dedi, tushib ketyapti dedi. Buni qarab, nima qilib qo'ydi bu meni tishlarimni? Keyin unga aytibman, u menga reaksiya beryapti, mana juda ham naqa qildi deb, keyin bir amallab qotirib beradi, yana 1,5 yildan keyin u yana tushib ketadi. Shunaqasi oxiri keyin men o'sha majbur bo'ldim implant qo'yishga. Keyin o'sha stomatologga bormaydigan bo'ldim. Keyin vaqti bilan qarayman, o'sha stomatologga anaqasiga bu yoqda katta stomatologik katta klinikalar ochilgan, o'sha turadigan joyimizda dedi. Ular dedi, shu bir burchakda dedi, dasha dedi, anaqasi ham ko'rinmaydi, o'sha yozib qo'ygan naqasini
stomatologist kabinetini o'sha yozug'i ham unchalik ko'rinmaydi. Menimcha shunaqangi bir kambag'al bo'lib unaqa bo'lib ketdi deb o'yladim deydi. Chunki juda ham непорядочный ekan. Rostdan ham shunaqangi masalani u stomatolog tushungan shu bitta plombani qanaqadir qilib to'g'rilasa bo'lardi, lekin bu yoqda 7-8 ta tishni mana shunaqangi qilib aralab o'zini shu metal keramika uchun oladigan demak pulini bu anaqadan olgan bo'lsa, bu klientdan olgan bo'lsa, bu juda ham katta zarar yetkazgan bo'ladi, chunki bu tishlar bular hammasi ajdodlardan kelayotgan katta himoya, juda ham katta kuchlar bor yerda. Stomatolog mana shunaqangi nima deydi, непорядочный, noto'g'ri narsalar qilgan bo'lsa, juda ham katta o'ziga pustotani olib kiradi, chunki shu butun sog'lom tishlarni nima qilgandan keyin demak o'ziga oladi, bu borib pustotaga borib barakani yo'qligiga olib keladi. Lekin xo'p, bu yerda nima uchun unaqa narsa bo'ldi? Endi buni ham agar chuqurroq qaytadigan bo'lsak, ba'zi vaqt bo'ladi, shunaqangi ajdoddan kelayotgan qanaqadir bitta katta ishlarni qilish kerak, katta oqimni o'ziga olish kerak, yo bo'lmasa o'shani olyapti, lekin qarshiliklar ketyapti. Shunaqa paytda ba'zi paytda bo'ladi, shunaqa smertilniy tochkalar bo'ladi, juda ham katta zarba keladigan, orqadan kelayotgan juda ham katta zarba, jonsiz qismdagi juda katta salbiy programmalar zarar qila boshlaydi. Ana shunaqa paytda o'sha o'lim tochkalari kelgan paytda ba'zi paytda sog'lom tish, nima deydi, sog'lom tish bu tirik tishni olib o'shani yo'q qiladigan shunaqa stomatologga uchraydi. Va o'shanda aytdimki, mayli endi tishingiz ketganidan keyin hech narsa qilmaydi. Kimlardir masalan pochkasi kasal bo'lib pochka almashtirish kerak bo'ladi, пересадка pochka yo пересадка jigar deydi, yo bo'lmasa yuragiga stimulyator qo'yadi. Mayli, u ham aytdi, mayli dedi, shu tishim bilan dedi, как бы deydi, men jon berdim, katta bitta to'lov to'ladim, lekin stomatologim noto'g'ri qilman dedi. Ana bu tega yetadigan bo'lsak, rostdan ham o'ta juda ham katta ma'no yotgan bo'ladi. O'shaning uchun tishingizga ahamiyat bering. Agar qayerdadir masalan tishingizda tish olingan bo'lsa yo bo'lmasa o'shada bo'shliq qolgan bo'lsa, uni tez to'ldirish kerak. Chunki siz boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, nima deydi, barakali hayotingiz bo'lishini xohlasangiz, pulingiz ko'payishini xohlasangiz, birinchi navbatda og'zingizda to'la tish bo'lishi kerak. Chunki bu pustotani haydash kerak. Mana endi hurmatli obunachilar, mana biz 28-martda o'zimizga shunaqa nima deydi, webinar o'tkazmoqchimiz, chunki jodu to'g'risida juda ham katta savollar bo'ldi. Jodu to'g'risida uni sababi, uni belgilari, undan chiqib ketish mumkinmi, uni oqibatlari degan savollarga javob beradigan bitta katta webinar tayyorladik. 28-martda Telegramga kirib yozilishingiz mumkin.